Abid qilamiz. Borma o'ldiradi. Men bilan qalin bo'lib ketganlar o'ldirmaydi, ketdik. Qizlar, davay karta o'ynaymiz. Yutqazgan uylarni yig'ishtiradi. Qizlar ham karta o'ynaydimi? Shular o'ynasin-da kartani, yaxshi o'ynab yashirishni-ku. Javob aka, kechira telefon qo'yaman, xo'p. Jahon aka, keyinroq SMS yozib boraman, maylimi? Bu ikkalasi bitta yigit bilan gaplashadi, lekin bilmaydi bir-birini. Serios? Rajab aka, ertaga Toshkent molga boraman. Louis Vuittondan look qilgani. Louis Vuittondan bitta naski ham olsin bu, ayt. Haqiqatdan ham. Manmi qozon kabob dimlab qo'ydim. Qozon kabob kartoshka go'sht bo'lmasmidi? Ertalab yegan tuxumni shaxshiga deb aytib yubordi bu devona. Ajdatchi. Nimaga yana kostyum kiyib keting, kiymadingiz sanga? Namuncha sag'illaysan, qo'lingni ol. Bitta gadr kostyuming bor ekan, men bu beraman. Hozir jonli yuzsi ko'ramiz. Bodroqdan ol. Qizlar, mana bu musorlarni to'kib berish kerak. Nahotki musorlarni to'kadi? Hali kam-ku, keyin to'kamiz. Hali kam-ku, keyin to'kamiz. Bu qiz молодец ekan, kitob o'qiy ekan. Nima o'qiykan bo'lsa bu? Hammayli jiyan yaxshi bo'lsangiz bo'ldi. Darhaqiqat uydagilar pochta berib yuborgandi. Qizlar, murabbo kelibdi, nondan qo'rqamiz. Murabbo keldi, ketdik. Ma'qulim yuvib kelay. To'xta, mana murabboyim. Men ketdim qo'y. Ma'qulim yuvib keldim. Tugonjon, shunday zo'r chiqibdi murabboy. Tugadimi? Qo'ldi yuvib nima gap qotar ekanga? Nimaga oldinroq aytmadingiz? Qizlar, ertaga xolam qizini to'yi ekan, viloyatga ketishim kerak. Hozir Fitakka borsam, mashina bormi? Pitakka borib nima qilasan? Undan ko'ra Rizzoga ilosiz kashaf qilgan Play Marketga, App Store'ga ham bor. Shuni uyingdan olib manzilinggacha olib borib qo'yadi. Qiynalmay ketasan. 4 kishi emas, 3 kishi oladi. Orqada 2 kishi mazza qilib ketadi, zo'r. Toshkentdan barcha viloyatga Toshkentga qatnaydi. Pochta xizmati ham bor. Qizlar taraka. Raqamni yording, barcha bo'lgan raqam bo'ladi kvartiraga. Nima qilyapsan? Nima bo'lyapti? Mana bu dunligimni kim o'chirdi? Men o'chirdim. Men mollaga turib yem berishim kerak edi, dadamlar urishadilar endi meni. Men qarab qo'ydim, hammasi joyida, siz dam olavering. Mana hayotimda bunaqa baxtli kunlar umuman bo'lmagan, uylanishmasdi ekan-ku. Ha, uyimizga mehmon kelyaptimi? Yo'q, siz uchun bu. Men yangi ko'rpachaga o'tirayotganmanmi? Bekorga aytishmaydi, sabrdagi sariq ko'rpacha deb yumshoq qilib o'tiraman. Uyqum kelmayapti, qo'shiq eshitaman bitta. Nima qilyapsiz? Yuragimni yo'rdingiz, uylanganim esimga ham yo'q, yonimda kim gapiryapti deyapman. Begim, qarab boring. Qisqartirilgan chiroyli eshitilar ekan. To'ydan oldin begemot deydilar meni. Keling, yuzingizga maska qo'yib qo'yaman. Men maska qo'ymayman yuzimga. Yuzingiz yumshoqqina bo'lib qoladi-ki. Keragi yo'q. Arvoh, kampir arvoh.